Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Bugungi yig'ilishimiz o'sha bo'lajak tadbirkorlarga muammolarni o'rganish yuzasidan bo'lyapti. Unda nima taklif, nima kredit, qanday masala bo'lsa, savollarni berish mumkin. Tadbirkorlik bo'yicha 312-qaror bo'yicha kredit olish uchun qanday hujjatlar kerak bo'ladi? 312-qaror bo'yicha tadbirkorligingiz qanaqa, yaxshimi? Yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bizga guvohnoma, ta'minot shartnoma, biznes reja, pasport, agar ijarada turadigan bo'lsa, ijara shartnomasi, yoningizga kadastr hujjatini olib kelishingiz kerak bo'ladi. Hujjatlarni olib kelasiz, o'rganib, qanday yuborib, javobini sizga aytamiz. Tushunarli. Tursunqulova Madina, Daryo qishloq. Nima yo'nalishda bo'lasiz? Chorvachilik bo'yicha hujjatlar topshirganmisiz? Topshirgansiz. Qo'l qo'yishga kelganmisiz? Bo'ldi, qo'l qo'ygan bo'lsangiz, bunga borib, ertaga olib olsa chiqadi kreditlaringiz. Men Qulluq Dilshod Muzoffar yig'indaman. Men 17 ming kreditga topshirganman, chorva bo'yicha. Chorvachilik bo'yicha o'zingiz tanishgansiz. Tanishtirganman, xudo xohlasa bugun qo'lni qo'ydik. Nasib qilsa ertaga inshaalloh. Ertaga chiqadi. Masala bor boshqa. Yo'q, rahmat. Men davlat muxbiriman. Shu foydatsiz uchun kredit olmoqchimiz. Mahalla loyihasi kredit olmoqchisiz, to'g'rimi? Mahalla agentiga uchrashdingiz, bankaga uchrashdingiz. Kerak hujjatlarni aytdimi sizga? Demak, o'z band qilish guvohnomasi, o'shaning to'lovi, mahalla bankining tavsiyanomasi, pasport kopiyani olib kelasiz. Ketdi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Men Saqilov yig'indan keldim. Ismim Fuqaro Kamila. Shu kredit olishga keldim. Qancha miqdorda kredit berasiz? 50 million. 50 million mahalla loyihasi. Demak, bizga o'z band qilish guvohnomasini olib kelasiz, pasport kopiya, mahalla bankining tavsiyanomasi, kafilingiz bor, ha? Kafilingizni pasport o'zi bo'ladi. Agar harbiy nima deydi, organlarda ishlamaydigan bo'lsa, pasport o'zi yetadi. Agar harbiy organlarda ishlaydigan bo'lsa, o'sha ish haqida ma'lumotlar kerak bo'ladi. Mahalla bankiga uchrashasiz. Bizda agar boshqa masala bo'lmasa, bizda yana tadbirkorlar uchun 312 sonli kreditlarimiz bor. 300 million so'mgacha beriladi. 100 million so'm garovsiz, 100 million oshsa, garovlar 300 million so'mgacha kredit beramiz. 7 yilga mo'ljallangan. Agar yana boshqa taklif va savollaringiz bo'lsa, Dehqon xo'jaligim bor. Kredit olsa bo'ladimi? Dehqon xo'jalikami? Olma ekilgan qahvini Dehqon xo'jaligi ikki xil turi bor. Yuridik shaxs tashkil etmagan holda dehqon xo'jaligi va yuridik shaxs tashkil etgan holda dehqon xo'jaligi. yana aytganim bor, dehqon xo'jaligi bor, ishlaydi davlat ishida. Yo'q, yuridik shaxs bo'ladi, yuridik shaxs bo'lmaydi. Dehqon xo'jaligi ikki xil turi bor. Yuridik shaxsga nom qo'yiladi dehqon xo'jaligiga. Agar yuridik shaxs bo'lmasa, o'sha dehqon xo'jaligi egasining ismi familiyasi bo'ladi. Egasini. Endi sizga Usmoniy edi. Usmoniy bor. Sizda Usmoniy. Yo'q. Hammalaringizga rahmat.